videoda biz mana shu narsalarni mana shunaqa oddiy rezinka yordamida siqib majaqlab tashlaymiz. Va mana eng kichkinasidan boshlab mana bu seyfga jami. Nima deb o'ylaysan? Mana shu seyfni rezinka yordamida majaqlab tashlay olamizmi? Voy bular. Video davomida bu savollarga aniq javob topasizlar. Bo'lmasam boshla. Tushunaman. Oxir batlama videolarimni kam ko'rasiz, chunki o'qish boshlandi, ya'ni ishlar ham boshlanib ketdi. Tushunaman. Va xuddi shu vaziyat uchun menda lifehack bor. Va bu ham bo'lsa, men har doim masalan video qo'yadigan vaqtim 16:00 bo'lsa, har kuni 16:00 da men YouTube kanalimga qarab qo'yinglar, kirib ikkita knopka bosasiz kirasiz. Va agar yangi video qo'ygan bo'lsam, ko'rib like bosib qo'ying va bo'ldi. Va shunda barcha muammolar yechiladi. Va yana xuddi shu paytda sizlarga yangi maqsadimizni eslatib o'taman. Va bu ham bo'lsa 650 ming obunachi va 650 ming obunachidan keyin men O'zbekistondagi ko'zga ko'rgan YouTuber bilan birga video olaman va mini spoiler bu Sadir Tomas, ya'ni ular bilan video olindi va shu paytgacha hali video olmagan inson bilan olaman. Va uni sizlar taniysizlar. Xolos kimlarga aytib keladi, sizlarga ham qiziq bo'lishi kerak va shuning uchun da'vat obuna bo'linglar. 650 ming obunachidan keyin biz u videoni olamiz va chiqaramiz. Va bu video sizlarga yoqadi deb o'ylayman. Mazza qilib ko'ringlar. Birinchi bo'lib mana shu apelsindan boshlaymiz. Va bu apelsin uchun mana shuncha rezinka ketsa kerak. Bu tashlanib deymiz. Baribir sanab qo'yamiz. Xo'sh, bo'lmasam boshlaylik. 1 Boshlanishiga apelsinga rezinkalarni o'rab tashladik. O'zmanchi portlab ketadi. Yana mashincha semizini qo'shamiz. Pastga tushib qoldi. Xo'las, yana mashincha qo'shamiz. Qani? Birinchidan hozir o'sha bu shaklni o'zgartirdi. O'zi hidi chiqotgan suv ham chiqib ketdi. Lekin ehtiyot bo'ling, suv chiqib ketganda ustingizdagi oppoq kiyim rasvo bo'lmasin. Eng qizig'i bor, limon o'ziga shuncha harakat qilamiz-da. Tarvuz bo'lsin nima bo'ladi? Xo'sh, yana qo'shamiz. Lekin haqiqatan shaklni o'zgartirdi. Suv chiqdi. O'rtalib. Oldingmi? Ishtimi o'rtalmadi. 2 bo'linib ketdi. Ming afsuski, apelsin majlanib ketganini Sardor kadrga olmabdi. Agar sizlar uylarda pichoq bo'lmasa, lekin rezinkali bo'lsa, namli apelsinlarni rezinka bilan ham shaqqa kichik bo'lsa bo'lar ekan. Lekin tam zo'r ekan. Va ana endi navbat tarvuzga. Mashincha rezinka ketsa kerak. Bo'lmasa boshlang. Eng qizig'i bor, biz shoshilik shuncha qiynalamiz-da. Qanaqasiga butun seyf portlatamiz. Aytgan joylar albatta shuncha harakatimiz va shuncha xarajatimiz uchun albatta like bosib qo'ying. Chunki men kelajakda eksperimentni ko'proq olmoqchiman. Va aytgancha, bu narsa isrof bo'lmaydi, ya'ni ochilgandan keyin biz hammasini yeyamiz. Ya'ni boyki limonni ham yeylik. Shuning uchun xotir olmaylik. Boshlanishi bor uje. O'ylagandan ancha qiyin ekan. Nima deb o'ylaysan o'rtoqlar? Bu tarvuz uchun qancha rezinka ketadi? Hozircha nechta ketdi? Endi 5 ta rezinka bo'ldi. Deta men o'ylayman 2000 tacha ketadi. 2000 ta? 7 ta arang qildim, men qarang yarim chiqib ketgan qo'yapti. Bitta o'zim qilishga qiynalganim uchun maqsaddan yordam keladi. 20 minut davomida bu tarvuzni rezinkaga o'rab tashladik. Lekin tarvuzni taslim bo'lgisi kelmadi. O'zini eshitdingmi? O'zi portlaydi. Tarvuzni ichidan ovoz kelsa ham, lekin tarvuzni baribir portlagisi kelmadi. Boshlash o'zim quruq qo'llar anaqa qizarib va shit mas'ul bo'lib ketgandan keyin bolalar qilishyapti va o'sha ozgina qoldi. Hozir o'xshaydi. Nima bo'ldi? Nima suv chiqib ketdimi o'zi? Davay, ozgina qoldi, o'rtoqlar, ozgina qoldi. Va nihoyat men kutgan paytam keldi. O'rtoqlar, nima bo'lgan ichimga qolib tursa. Men kamerani o'rada otdim o'zim o'rtalashga borishim. Sardor qani? Qarayman shu. Demak, tarvuz ham qildik. Va endi nima kerak keyingisiga? Shundan qo'rqib turdim, shundan qo'rqib turdim. Basharaga shu ketmaz bo'lganda shundan qo'rqib qochib turaman desam. Va ana endi navbat kolaga. Va ana endi kolani ham shunaqa rezinkamiz qilib portlatamiz. Bo'lmasam ketdi. O'ylashim bo'yicha kolani ham portlaymiz. Nima bir eksperiment o'xshashga majbur emas. Biz bor kuchimiz bilan harakat qilib ko'ramiz. Bu tarvuzdan ko'ra qiyinroq bo'ladi. Lekin kolani butilkasiga rezinka kiydirish tarvuzdan ko'ra ancha osonroq ekan. Lekin o'sha yaqin keldi bu. O'sha boshlaganimizga ozgina bo'lgan bo'lsa ham, men chujni sekin shakl o'zgartiryapti. Va davaychi, polning hamma rezinkani kelib zabit qilamiz va kolani ham portlatamiz. Bilet, qo'rqib portlatdi bu farq. 4 sentsam rezinkalarni kiydirib, qo'llarim orib ketdi. Buni portlash niyati bormi yo'qmi? Voy bola, bosib qaytadi. Portlash patansiga uchun emas,
Bu kolani ham portlatish uchun harakatdan to'xtamadik. Va nima deb o'ylaysizlar? Bu video uchun qancha rezinka ishlatganmiz? Javoblarni kommentda kutaman. Hozir qaranglar o'rtoqlar. Turishni ko'rasizlarmi? Numanchi ko'voq ketadi, shuning uchun ham hozir yana bitta mini qo'shimcha eksperiment qilib ko'ramiz. Ya'ni otaman. Ket. Xo'sh. Oh! Faqat gaz chiqdi. Hozir Qopqog'ini ochaymi? Bo'ldi, o'zgardik. Bo'ldi. Turishini qaranglar. Ba'zi hozir rezinka qo'shib atmasi yana shu plastik qopqoq ochib ketib qolgan xuddi shunaqa narsa bo'lardi. O'rtoqlar qaranglar. Ko'la bor, lekin ko'la o'tmayapti. Chunki biz rezinkani shu yerga siqib tashladik. Mana rezinkalarni qaranglar. Davlat hujjat lak bosib qo'yinglar agarda bu normal lak yaqsa. Kerbisi butun mashinani ham rezinkaga siqib portatishganda. Biz ham xuddi shunday qilib ko'ramiz. No, arzon emas, mana shu qilinglar, mana. Qilsa bo'ladi. Demak, ko'la ham pashti bo'ldi va ana endi navbat mana shu koptoga. O'ylashim bo'yicha bu koptoni ham rezinkada ezib portatsa bo'ladi. No, bu haqiqatmi yolg'onmi? Hozir ko'ramiz. No, bo'lmasam ketdik. Koptoni qo'yamiz, xolos rezinkalarni qo'yamiz. No, kopto ham ancha qiyin bo'ladi, menimcha. Xo'p, hozir boshlanishga 2-3 ta o'tkazib olsak, avval shakli kelgandan keyin uni solishib ketadi. O'ch yaxshi. Oh my god. Shunaqa qilib koptoni portlatish uchun ishga kirishdik. Oh!